Sizin sabır. Sabır kılın. Geçer. Kechikib qoldim. Kechirim dadamdan so'ra. 40 yil o'zgarib kelsang cho'kashki. Aeroplan vaqtida tushmagan tursa. Xantim bo'lmasa ham uchib keldi qanqa. Tüg emas bahaneli. Dadamning yuzini mi ko'rmading? Yuzini mi? Teşlikmi fikirlerim yaxşı, teşlikmi. Sabr qılыңlar, fikir qılыңlar. Rahmat. Men sizning xelchigul adanglar. Belkim unutib qolgan bo'lishinglar mumkin, chunki u vaqtlarda sizlar bek kichikdinglar fikam. Dadangning o'limidan bek afsuslandim Subat. Sening chiroyingga qarasamlar, dadangning chiroyini ko'rgandeklam bo'lma jenim fikam, bek afsuslandim. Meni xelchigul ada degan. Men sening xelchigul adang, meni ada degan jenim fikam. Men sening xelchigul adang, men sizlarni opash qilib cho'ng qilgan. Meni qo'yib turman day. İsmingiz nima? Xelchigul ada desangli bo'ldi. Sening naqshinlaringni bek yaxshi ko'rma. Sening qo'llig uchun, sabi qo'llig uchun men san madadkor. Sening hadangman. Meni herkes unutib qolma. Men sening xelchigul adang. Jimo herkes unutib qolma. Bu adımızda deb isim kelamidimi? Seni kichikingdan bekib cho'nqa adang unda yaqinmi? Bırak balam, qalarak ahvalam. Dadam, nayt yaxshi adamda tuyuqsiz ketib qilib, hammaylarning ko'nglimiz bek yerim bo'ldi. Jillaka. Dadam nayt siha adamda. Bilaman. O sizni bek azizlaydi. Ha, dadam bana bek amraqda bilan. Akıf kışkanlar. Yarışıp gelirler. Nimish qilyapsiz tag'a? Dadanglar hayat vaqtida ikkinlarning bu ishidan ko'ngli bek yerim bo'lgandilar. Aka, siz nimalarni da'vatsiz? Bunda desangiz boshqalar xato tushunib qolmayman. Boshqalar nima desa da'vasin. Sizlar degan urug'tgan emasmi balam? Bo'ldi qiling tag'a. Uning ustiga bizmi mana bir yerda turmamdi. İş qilib dadanglarning ketib qolgani bek afsuslanarli ish bo'ldi balarim. Dadanglar sizlarning bu holtinglarni ko'rgan bo'lsa, armonsiz ketgan bo'ladi balarim. Rahmat aka. Sevri qilinglar bilan. Sevri qilinglar. Bu tag'imizchi seni bekib cho'nqan bir tag'imiz o'xshamamda. Bu dadamning yaxshi birodardi. Sen doim kepshimgankin tonimaysan-da shu. Ha, deb bas davr ekansa. Sen bir xuddi o'zing kunni bir yo'qlayotgandek. Kırtanlar bulmaydı. Bakınlar, mağsal, basanlar bu. Dadamızın qaza qilganidan xabar topib sabr qilishni umid qilamiz. Shundoq anglasa dadamızın ahvoli necha kun burun yaxshi emaskan turmushda so'zlab beramiz. Boshqalarning deyishicha dadamız bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi emaskan, tushunaqmi? Kechiringlar. Ben bu savollaringizga javob beraman. So'zlab berasiz. So'zlab berasiz. So'zlab berasiz.
Bu suratni tatgan kunlar esingdimi? Esimde. Bu to'y bizning ko'ni malda o'tkazilgan to'y deyman. Bu to'y bek qizigan diye bo'lmasa. Shunda yigit tarafninki mehmonlari sahnaga chiqib olib, xeyli vaqtgacha sahnadan tushkunlamay o'ynab ketgan. Qiz tarafning tuqqanlarining achchig'i kelib, chuqurishib ketgandi. Muhbirlar tehlik etmedi. Agar men muxbir bo'lgan bo'lsam shunday qilardim. Nom otga chiqqan ikki og'a ina ap o'tmasa, bu dadasi tugab ketganmi shunday kunlarda. Buningdan cho'ng xabar bormi? Ben keçip kaldım mutluyorum. Ve sırt muhbirler yapıp gitti o karkuşlara da. Vallahi ben aşkına sizden daşınızı beklemerak. Aka anı resimçisi bana. Bana hazırlık tügeydi. Ben sizlerle müvake ettim. He. Vay. Ben meyveden jüp toğat taksiye git. Sen açık ya. Niye de açık yap kılsan şu sana bulmadı mı açık? Sana rahmet. Dadamlar hayat vaxtıda vallahi koyup begin dep besat kaldırgan. Bunu billanlaylı. Bu küçük oğlu kim omdi? Bulmuş hoşnumuzdan balısı. Sen pat pat yaptığım adını tanımaysan da bu balı. Sen daim balı bilan birga o'ynaydi ekansan, ha? Ha, boldum balam. Avaz kılıç konupkisini besip etkin. Ha, boldu. Hem de çıkıp oyna. Man karanlı sol tekle. Sile bu sınavını körüp atkan vaktinlarda men Allah kaçan merhum ananlarının keşir ketken bölümü. Apanla ölüp ketken vaxtıda bir anla 6 yaş, bir anla 4 yaştanla. Men silerge hem dada hem ana oldum. Ama ben üzemni layakatli dada diyemeyim. Ben bir kısım hatalıklarını ötkazdım. Şunun bilen silerinin nezrinlardaki eski dada aylanıp kaldım. Dadamlarning sizlarga bo'lgan mehrek kichik vatanlar sizlarni urgan o'xshashli cheksiz. Ben bu hayatımda birli işini kıldım. O bosmu müzik çeliş, nakşa etiş. Bu cereyanda silerimi terbiyelep çıktım. Sile müzik sayesinde muvaffakiyet geliştiğine. Ben bir toy nakşçısı. Bu ömrümde ben mal dünya almadım. Şundaqtımı silerge kaldırılgan iki nersem var. Dadam bizga nimani bilib turganda? Ya bu uyni yoki bo'lmasa bobomda qolgan eski mashina bilib turgan o'xshamamdi. Hoş, endi muş öydün başlaydı. Bu öyde apanlarning bizning şehrin eslimimiz var. Bu öyning bulun pışqaqlırıgıca hem yerinde bizning eslimimiz var. Sizler muşa tuğulup çoğulgan. Bu öyning muhabbeti çunqur. Eslimen bu öyni sizler kaldıraydı gen. Bırak. Setip ettim. Ha? Nimdeydi o? Uyni setib etdim deydi o. Toğra. 3 yıl avval setip ettim. Bu oyunu kimge sattı ya? Man sattı. Nihayet obdan bağıt ben satıb aldım. Yani benim sizlerge deydiğen 2 kız gepim var. Aval puldun geleyli. Aldınlar doğan bu adamge üy icarısı için kazıp kaldım. Sizi üngür gülmeyi tölü bitinla. Bu kartmaga pullar yazılıb oldu. Pulun sanını kağıtta yazıp koydum.
Bu pulni men nimda ben o'z ustimga olaman? Balaning kichigi uyning varisi emasmi? Subatning bu sadaqati uchun yangratqi bilan mikrofonni bununla miras qoldirma. Yangratqu ana. Murat sana denizişim bilan saitimni miras qoldirma. Endi navbat mashinaga keldi. Mashinam o uyga o'xshash jiq asmlarga to'lgan. Bunu bilimiz. Her qatim toy oxirlashganda biz aşı mashinninki kelishini saqlaytdik. Men ba'zida to'ydan uyga qaytganda kechigi qilatdim. Mana bir er bo'lib süpütüm bilan ba'zi bir ishlarga qattiq chek qo'yolmadim. Apanglar o'lib ketgan vaqtida men texi yosh edim. Davomli bo'ytaq o'tayvergili bo'lmaydi-da. Doktor bana 2-3 haftalik ömrün qaldı deydi. Şundaqdım yanımı davalavatdı. Şundaqdım o maşinni Muratqa. Aşk işini Subatqa Murat qaldırdım. Bu qanda vasiyat oldu emdi bu? Niməsilə meningdən kütülməyən bir xoşallıqqa erişməkçi bolğanmıdыңlar? Şundaqmı? Sizlər mening bilan bir dasxanda o'tirib tamoq yemagili qancha uzun bo'ldi? O'sha masalada o'zinglar bir o'ylab beqinglar bolalarım. Rasmiy ish ustida paranglashaylik bolalarım. Mening sizlardan yana bir o'tinishim bor. Men saq vaqtimda deyishib qo'ygan bir to'y bor. Buni qaytarib yetishga ko'nglim unimidi. Dadanglarning o'rnida bu va'dani amalga oshiringlar. Agar shu vaqtlarda hayot bo'lgan bo'lsam, billi berib so'rindan o't chiqarib o'tatdik. To'y o'tkazgan o'rinning adresini, vaqtini o'ltirgan akanglardan so'rasanglar, sizlarga deb berdim. Shundaq, adresi menda bor. Men bilaman. Dadanglar bo'lish süpütüm bilan sizlardan o'tinadigan eng oxirgi o'tinishim. Vasiyatimning davomini anglamoqchi bo'lsanglar, shu yerga beringlar bolalar. Bo'ldi. Vasiyatning qog'ini qog'oz yuzga yozilgan. Men sizlarga keyin yetkazib beraman. Fiklarim, dadangning vasiyatini angladinglar. To'yning vaqti ham o'rni qo'shdan yozilgan. To'y bo'lgan o'rin faqat ekin men vasiyatning ikkinchisini sizlarga yetkazib beray. To'ylarsa. Endi qanday qilamiz? Bu to'y bu haftaning oxirgi. Bu to'yning hech kallamda o'tmaydi. Bormay desam texi. Sen qanday qilsa? Mening bu sen bilan qat'iy bir naqsh etqim yo'q. Kim sen bilan bir to'yga bag'ishib ekan? Mening bu haftaning oxirida cho'ng naqshchiligim bor. Bu mening umrlik istiqbolim bu taqshir. Dada, sen nimani ko'z tutib ikkimizni birga naqsh etinglar degansan. Sen mendek bir dangliq naqsh bilan naqsh aytayolganingda xo'sh bo'lsang bo'ldi. Men sen dangliq naqshchi deb qaramayman. Naqshlaringni anglamayman. Kim sening naqshingni anglaydi ki? Bo'ldi, tishingni tegma. Ishqilib mening bu to'yga boradigan vaqtim yo'q. Ay men beka qamida. Xo'sh, unda qolsa men ketdim.
Sizlar hech bakansizlar bor. Biz bu yerda ishlarni g'ash tukatmasak, bunga bo'lsa muxbirlar qat'iy ketmagan. Bo'lmasa, men aytaymi? Sen aytalamsan. Voy, sen deb qanday Sen pastga tushib, men ergashtirib kelgan chivillaringga ikki yig'iz gap qilmasang, bular bu yerdan ketmaydi bugan. Men ham shu tush kerakman. Tushsang o'zing tush. Ergashtirib kelgan o'zing gap qilmamsan. Bo'ldi qil. Dedik xabarning bosh biti seni saqlab turdi. Men aldirmayman. Ular qachon ketki shu chiqish saqlayman. Tushsang o'zing tush. Men aldırmayman. Aldırashma ishim yo'q. Men etigingni saqlayman. Men mushada aram elib, o'g'illik saqlayman. Men mo'jiramda aram elib saqlayman. Tomoqda yapıldı. Tamamda yapıldı. Kosmos açkandı. Siz için ataydım belirttim. Sığırma. Rahmat. Rapat çıkıpsın. Zımla düşen. 对象。 Düşen dep ketken onu sen taylıktın ha buran ha. Nima deganda? Go'yu shu deb cho'qira. Telefoningda bir app bor. Ashuni tushirib, mashq qilsam, İsmi nima? Go'yu shu. Ko. Ashuni tushirsam, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ama şuma? Mush bo'yicha mashq qilsam, qara, menikidek to'g'ri bo'ldi. Ay can, sen taylıktın ha buran sen düşendin. Senikidan yaxshiroq. Bo'ldi. Men 100% jazmlashtirmanki, ikkimiz bu to'yda hamkorlashib naqsh etsak, qat'iy yaxshi etolmaymiz. Uning ustiga bu bir ahamiyatsiz ishga aylandi. Mush qitimliq ishni qilaversam-la, sen bilan ikkinchi biri ekanmayman. Mening bu ishni faqat keling surgim yo'q. Unda chaqaroq tayyorlig'ini qil. Pastki muxbirlarni qanday qilamiz? Onunla mening bir amalim bor. Sen dangli qo'ygandan keyin, mashkaylarning bir sening siyoqing kirvilib, oningdan keyin bular asta mashin bilan bu yerdan arildi. Biz u yoqdan shayb berib, bu yoqdan qochimiz. Sen dangla qo'ygandik. Hey, maşinni məydəyimə.
Dadam bu mashinani manga miras qildi o'g'a. Açkoç kimdi bosu şu aydaydı. Nega deyapsan? Voy bordig'a yeydadim-a. Buni boshqamay o'zingni bilar. Biz en yaxşısı baltık özümüzden yolga mansak boğadık. Mana shunday. Tüsüret yolda mansak bulmamdı deyme. Voy bu yo'lda mansaqma o'xshash bor emas. Unisi bu yo'l chiroyli. Sen bir ko'zingni yumib pulasang olmamda. Ben baldırak berişini oylayaptım şu. Ko'zingni yumsangmi mayli. Og'zing olsin birdan juma. Keldikmi? Ya keldik. Voy dek talay yo'l bor dega. Az qoldik. Qanaqalar? Yaxshimisiz? Qo'ng'irdoshlarang keldi. Yaxshimisiz? İmza Kalem yok. Kalam baba. Bana imzanızı koyup verseniz. Kağıt yok mu? Kağız yok. Ya, Kolumuzdan kolayım vuruyorum. Hiç kız yok yaşamaydı. Güzel teyze. Düzgün. Aldırman he? Resim şu olaylı. Resim şu olaylı mısın? Oldu buldu. Berşki. Evet. Yana bira. Berşki. Evet. Rahmet. Akıl. Sonra baksam kıyak aldınız. Biz ma canıp taraf kumandık. Kızma Basa kırşemiz. Vallahi Oldu. hoş. Nakıl koş. Koş. Saboqdoshlaring keldi. Dash, nima bo'ldi? Ishnim bo'lmadi. Yaxshi bo'pti. Sening naqshlarni olgandim. Pek yaxshi emas-ku naqshlar. Va shillovzam. Ajoyib. Hey, men naqshamni angla dedim-mi? Yaxshi bo'pti. Bir muzika turtim boshqarib bilanmay. Cho'g'ilib ketdinglar. Hey, o mening ishimmi? Yaxshi bo'pti. Ha? Yaxshi bo'ptimi? Ha, yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'ptimi? Ya adash bo'ldi mana. Tadbir bununki senikidek yanlısı yok ki. Sendek dağınlı olmagan diye. Davlat o'rtaq tili yordamchisi Xinjiang Alfabet uçur texnika mulozimati şirkatining bayroq ostidagi Android app ishlatuvchilarni ko'p xil ko'rinishdagi til, yoziq tarjimasi, OCR farqlantirish mulozimati, davlat tilini o'rganish, so'zlik mulozimati bilan ta'minlaydi. Detalimizni davlat tilida Goyu Show deb izlash orqali har qaysi Android app va Olma app sutlaridan tushira olasiz. Shundaqla yana öndidar kichik programmasi Benim naqshlarim pek moda bo'lyapti. Anlab baqa. Bu kon naqshlarni uchun man olsam bo'lmadi. Ay şu kovan naqshlar titiydi.
Ezi deyip. Bolduqlar dedim seni. Oy, bana ağlığı ne sen bana? Oldu ya. Oy, bana ağlı deyip. Mana. Oradan buldu mu? Belem boldu. Hı? Şunda peyzi müzik yapalım. Şunda yaxşı uzanmadı. Puhadan çıktın mı? Ha, şunda rahatlayıp kettim. Boldu ya. Biz vaqo kichik baldek uni buni deyish bo'ttamay, ma to'yga chaqqaroq bardigandan ishni qildi. Chaqqan bo'lsak, mashq qilamiz qara. Uniki obayni qarsam, oy a naqsham, ma naqsham deb bek naqshning gapini to'liq qilib ketib borsa. Ayshada naqshni salli ida bo'ldi. Saytmamsa? Yo'q. Bo'ldi. Men shu dadamdan qolgan denschining chalay. Hey, biz burunqida qilmamdoq. Dadamı shunda deydi-ku. Ha? Sen unutib qolgan o'xshaysan. Meningcha naqsh etish bilan qat'iy xo'sham yo'q. Bo'ldi. Men sahnaga mas'ul bo'lay. Uskunlarga mas'ul bo'lay. Sen chiqib naqshangni et. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Hamma ishlar burunqidek bo'lsin. Yeni çıkır yolgu bandın-ku. Men cho'ng yo'lga o'sh. Hamma adam mangadiga yerdan maqsadni buldu. Voy, men shu hamma odam manga yo'ldan mansam shular o'xshab qolmamda. Ashlar o'xshalga bo'lsang yaxshi bo'ldi. Nima dedi? Obdan bo'ldimi? Mushuk patangamroq, mashina katanga deb. Vay adaş. Ay, bilmedim. Maşinam tuyuqsuz to'xtab qoldi. Biroq hosil chiqdimi ki? Sizlar meni saqlamay menga yevringlar bo'ldi. Ha, yo'lda biror mashina chiqib qolarmiki jumo? Faqat amal bo'lmay qolsa anangnikiga sizlarga telefon qilay. Menga yevringlar. Ha, ma'qul, xo'sh. Yaxshimisiz? Yaxshimisilar? Nima ish bo'ldi? Mashinam tuyuqsiz to'xtab qoldi, men bilmadim. Biroq hosil chiqdimki. Siz iliqi Shundaq. Biz yo'l bo'yi kim yordamga muhtoj bo'lsa, shunga yordam qiladigan shafaatchi jigon. Ansuma qarab baqayma. siz o'ngsha olasizmi? Men kichikimni tatib mashinamdan jiqaplashgan. Ancha-muncha bilma. Mashina chiqa. Xuddi bir cho'ng remontchilardek ish qilib ketdi. O'taldira. Bu yerda masala yo'q-ku. Nimalarni aqtirib ketganda xuddi remont qila oladigandak. Abdul baka bo'lmasa. Sevish menga qildi. Men hozir bilinmay qoldim.
Qaraganda mashinani remontxonaga olib borsak bo'lgan o'xshaydi. Chunki bizim kichkimizdan tortib remontxonani cho'ngan ekan, ancha bilib ketmaymiz-da. Ma'qul. Mashinada arqon bormi? Keyinda bormiki? Keyinda. İçilmadi o. Ha? To'xtamayin bir bosay. Amchu. Yo'q, yana içilmedi. İçilmedi. Biz birlikte sanaq sanaylı. Ha. 1 2 3 yana içilmedi. Yana içilmedi. Biz ta'tir sanayli. Ta'tir sanamdı o? Ha. 3 2 1 Açık şuna lan. Sen kendini tutmayı tura. Rahmat. Al ya bunu. Aşın kola. Maşından çıkısın bana mı? Sizin başınız bəydi. Silah aşkınla bu maşını bana. Maşının avayla peydi. Azı toplasan bulandı. Buldu. Ustam. He ustam. Tamam. Ahırda bir ket geldi. Bir haftadan keyin kelinglar. Ma mashinani bir ko'rib bersangiz bo'pti ya. Ma'qul. Bir qarab boqay, ya. Ha, oldin ichinglar. Nima bo'ldi? Bunun şu katalizatordan nesil çıkkandek turdu. Baba bo'ladi adam. Nim qizlar buni remontxonaga olib qo'yma. Qiz. Ha, bir o'taldirib yiqinglar, men ovozini olib boqay. Ha, bo'ldi. Ha? Nima? Hey! Ha? O'chiri! Oy, qopima. Vay. Teslim bo'lgansiz? Ishni bo'lmagandek turyotamda. Yey. Bir yeringiz yaralanmagandi ha? Bu bo'ldi desam nimda may dasavursiz deyman. Men ichida o'tirib nimdeginizni qat'iyini anlayolmadim. Qarab turib bir omda mashina buzib yotdingiz mana. Dasavurib Michael'a yerilib ketdim daha şlankisiyamda. Bugün keskicha o'ngishlarmi? Bugün keskicha qanday o'ngishildi? Be, hep o'lkunki kilinglarmidi buningga. Ha? Ya adaş başı tuttu mu? Qaysi? Ha, adaş bir hep 10 kun dikkin kagina.
Bu qanday gap bo'lib ketdi adash? Elimi 2 yarim oy bo'lib ketdi adash. Bu ustam har qanday mashinani remont qilsa, hafta 10 kun ketadigan o'xshamamdi. Ey, manda daydigan gaping bo'lsa, bu kelajak yil ala bo'ldi mashinangni. Chaq qo'ydi adash, chaq qo'ydi adash. Manda demamsa. Qayta bo'ldi adash. Men yasab qo'yay. Ya baldiroq bu adash yasab qo'yasizlar. Bo'ldi. Ma'qul. Qanday qilsizlar? Qo'yib qo'yinglar. Men hafta 10 kungacha yasab qo'yay. Bo'lmasa so'rab akitinglar. Qanday? Na, hafton kunlikkin gap akitaylik. Voy, mashina haydash qustunmagan bilan hisobot qustgansiz a? Bayadaş. Ben nədilikimni özümü bilmeymen. Şu işqisi yok, yolda azırak avarçılık uçurgan, ensirmanlar. Sizler meni vuranglar. Cuma özüm yetiş olay. Maqul, xoş. Dosturum mende ensirep gitipti. Rahmet sizlerge. Meni yolgu taşlap koymay evağınızlarga. Suşum. Rahmet. Siz neye mangattınız? Sen ne varsın? Biz ümidiyiz qilmandik. Ha, ben şey vardım yolumuz birge. Çıkınlar sayatga baramızlar yak oyun kur. Shundaroq bir ishlar. Çıkınlarni ekrandalam ko'ratdim. Anlasam munosabatlarni toza yaxshi emas deydikan. Lekin men qarasam unda emaskan. Yo'q, anlig'imingiz xato emas. Ya unda qilma buzib qo'ysa. Buzuqkan bu. O radyonun ücreti. Ben naqsh qo'yib qo'ya bo'lmasa. Plastik olmasa. Daftarning ostida bir lenti bordek qilib turdi. Gap qilmaysizlar sol tekla. Safaringlar o'ngishib ketib boramdi. Agar bu gapimni anglayotgan bo'lsanglar, demak sizlar mening mashinamda yana kelib vasiyatim bo'yicha to'yga manganda qilsizlar. Siz to'yga boramsizlar? Ikkinlar hozir qandayroq? Kiri chiqib qoldinglarmi? Ha, herhalde buldu. Sizlarning mijozinglarda ben ko'sal bo'ldim. Cevap vermek shuncha tasma. Men qishinglarda yo'q. Endi bo'lsinmi gapimni anglanglar. Bilib sizlar o'zinglarni tutib olib, gapimni yaxshi anglanglar. Mashinaning orqa sandig'ining ostida bir parcha xat bor. Sizlar xatni to'y murosimiga borgandan keyin o'sha yerdagi ayolga topshirib beringlar. Qanday bo'lamdi? Ondan mashinaning keyin sandig'i buzilib qolgan. O'ngshab qo'yasizlar. Ma'qula, xo'sh bolalarım hemse. Dadam bir muncha vaqtni isrof qilib atayam bu lentini ün kaptı da. Nima yotsiz? Cho'ng ustamning gangomi emas. Purtib qolsaq ajab achuvdingiz ha. Yapaqamsiz? Mayli. Ha? Sonsi. Kechadnika. Hozirlab chiqqandaqlar uyda yotgan ha.
Mesela mektebini tartıyor ya. Yana bir. Bir dakika. Sana kimin tartıyor? Sen üstüne ulaştın. Son iki tane tartıyor ya. Ulağı dep koy, gel ağırıp kapta öder. Neme desang da, kandak bağın tapsang tap. İş kılıp hep ahırgıcı baralmayma. Bakıl, hoş. Güzel kız bu gitti. Qanda deysan? Normal ahvolda bu meni qovilish kerakdi-ku. Demakchi bo'g'inim, odatda shundoq bo'ladi-ku. Hozir unda bo'lmayotidi. Ha. Men bu qizni yoqtirmadim. Lekin bu qiz seni bekroq yoqtirib qolgandek turdi. Og'zini yum, u anglab qoladi. Voy, anglamaydi u xotirjam bilan. Ha? Jiddiylashma. Men ishqillarga yordam qilaman. Qanda? Mashinangni haydashni bila, achchig'imni keltirmaydi. Ey, to'y ustiga to'y o'ynamdiq dexe. Bo'ldi, mashinangni hayda dedim. Ha, ma'qul. Mashina haydadim-ku. Mana, qara, mana. Ko'rdingmi? Nay. Mashinangni yaxshi hayda. Achchig'imni keltirma. Ha? Baqirma. Vaqasan o qiz uyg'onib ketadi. Ha? Ey, men sana yordam qilay deyapman. Degina. Sen o qizchaqni yaxshi ko'ramsan? Ha? Yaxshi ko'rsam, udul berib unuga de. Ancha-muncha harakat qil. Shunda deb turli. Demak, ish bityapti. Yo'q. Ya bu ish bitdi. Ha? Sen nimlarni deb bildirlayapsan? Bir ko'rib ko'nglimda qaldingiz. Bir ko'rib jonimni oldingiz. Hayyor tabassum ilkida qiyomatda tugumas savdolarga qo'ydingiz. O'zingiz gulzorning gulimi, ayya va yoki cho'llarning gulimi. Ancha-muncha unib qilsin deganda. Kim bizniki qasamas tashkillab sen to'psan. Bu naqshangning davomi ekanda. Ha? Shundoq bo'lsin bo'pti. Demak, sen bu qizchani yaxshi ko'rib qolding. Dada, mashinga otuda. Kaskemimni qo'zam o'tirib qo'rqmay. Dada, mashina sürüştü otuda. Voy. Ya aldın kara. Ya tormuz. Ya tormuz. Kara kığa işini. Bilim bombadaki. Asta. Kandarakufka. Bilim bombadaki. Bilim bombadaki. Nigmet sakam senin nereng? Qulam sunketga o'xshaydi aka. Qulam bek og'rib ketib turibdi. Qo'lib
Kulun sunup kaçsa sakın. Değilsin kim çaldı bana? Ey! At tutta tembir kandara. Oi aka oi, bu cinimizden tutta temene gelip жүрсәң го. Ой can. Kozam, sen kandara. Yaxşı mı? Sen bana bakıyorsun. Min darıgansın ha? Hey! Neymiş bu? Ha? Hey! Hey! Maşını mı saydım da? Ha? Ya bunu ürütip aykayak ötmesi bitti. Ha? Kechiring aka, biz qasddan qilmadik. Sizmi tuyuqsizda paydo bo'lib qoldingiz bu yerda. Shu tormoz tutmayli. Hey! Nima kechirung? Ha? Nima kechirung? Nima kechirung? Voy bu bir tasoddifilik qo. Maknaya ne kan tasaddi qilmayman. Hey, qanday qilmaymiz? Ha? Voy qanday qilatdik? Ha? To'lab bersakli bo'ldi-ku. O'sha qiziq-ku. Nima to'laysa? Ha? Nima to'laysa? To'laygan ammani eshitma bu. Ya urushga qarab baqa. Hey, qarab baqa ya. Sen qara. Ya muzika davanmisi chiqdi suluq. Ya men yeri tursa, yurtkashda o'yin bor tursa, qanday qilma deyman bu o'yinda qanday qilma? Ha? Ya aka, bir jiddiy sig'ib boshqa bir muzikantdan tip mana bir almashtiradigan imkoniyat bo'lam. Nimani almashtirdi? Ha? Nimani bildi? Bulam dedim o adam. So'raldi. Ya muzikaga kel deb chiqib sahnaga chiqib qo'yilgan narsa emas u. U yakasi vaqt ulgramdi, u yakasi ulgramdi. Ha? Uni shu mashq qilib, unga chiqib aytgan narsa u. Dada. Sonda qarab turdi bu. Dada. Voy, hey, Sodiq aka jinim qo'zam, oppoq bolam, voy, men sening dadang. Voy, nimani qilsa nima bo'ldi? Men ular tun qoldim, ular dongli naqshchilar. Naqshchi? Voy. Naqshchi kensizlarda. Ha? Yarım çıktı kül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Yarım çıktı kül beşiğe, çoğunçilekni götürüp. Sol sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Sol sıkça karaydı, yürügümni köydürüp. Yar karısa nazlanıp, yüreklerim göp soğudu yey. Yar demişqa söymeydim, kadirimizni bilmeydim. İgiz takka çıkkanda, vay canım zorgan, boynuğum zorgan. Kulumuzdi men tatay, dikkan zorgan. Kulumuzdi men tatay, dikkan zorgan. Bağlayan misiz? Hey. Vay adaş. Hemen bir toyda. Mende ensirmanla işqisi yok. Şemmemse, şemsen hazırsan tatip evet vereyim. Dikkan zorgan. Aşkın vay ağlar, vay koşnular, yoklandılar. Yırakta kalgan av vay yarlar. Yırakta kalgan av vay Oy. Toy tügdüm ha? İçim sıkılıp ketdi. Siz bu yerga kelvasangiz, denizchining kim chaldi? Men dadam chaldigan burunqi udarlarga tanishib qo'ydim. Subat uning qaytishib aytaverdi. Dadangiz burun to'ylarni naqsh etamdi. Shundoq. Biz kichik vaqtimizda dadam bilan agishib, to'ylarga berib naqsh etatdik. Nurg'un shaharlarga boratdik.
Әмс апаңызчу yalğız qılıb xapalamdı. Meni apam bilan paranglashgan vaqtim bekmi az. Apamning qanday ishlarni xap qilganligini men taz bilib ketmayman. 6 yosh vaqtimda apam o'lib ketdi. Apamning chiroyi g'uva esimda. Subatning texim shundaq. O apamning rasmiga qarab, "Mush mening apamkanda" deb yurdi. Apam tugab ketgandan keyin men o'tib bekinib yurdim. Necha kunlab yig'lig'inim esimda. Bir kun dadam "Sen cho'ng olding" dedi. Shundan boshlab men haqiqiy cho'ng bo'lganligimni his qildim. Lekin Subat hozirgacha shu kichik boldek. Men his qildim. U tax balaliqning ishidan chiqib ketmabdi. Qarang, o to'y bo'lgan qiz yigitlardan bekrak xo'shaq. Bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem. Piyalemde çay buyup, ellerini güydürsem. Piyalemde çay buyup, ellerini güydürsem. Aynaki emezmin, aynaki emez. Tatlıcı emezmin, tatlıcı emez. Handa kılımın yarım desem. Mamam eylemiz bolsa yigit, aynaki bulun deydi. Uyumga girip, sandıkni yechib, mo'chani duyab, ko'chani elib, og'moq to'qib, qozaga berib, do'konga kirib, uningga qalab, buningga qalab, nech yangza elektr birini tanlab, sunib ketmasin deb yaxshi avaylab, to'pqinni sundab, qo'ynimga sulab, yarim qishiga kelsam jinim, kelinma shuqim deydi. Bir qarab qo'yan yarim desam, mana meylimiz bo'lsa yigit, Osman kene deydi. Ama sizcu Men shundala. Murat, siz qalbingizni tinglashni sinab baqqanmi? Men demakchi, agarda men siz bo'lgan bo'lsam, o'zimning balaliq hissiyotidan unda boldir voz kechmaydim. Chunki biz birlik etim yashaymiz. Hayot bizga birlik etim keladi. O'zimizning nafsining qachon to'xtab qolishini uqmaymiz. Boshqalar uqmaydi. Şoň men demakchi, o'zingiz bo'lib yashang. To'y qizning to'y kuyiniki bak chiroyli ekan. Men to'y kuyine shunda chiroyli-ku. Unda emas, Dilona alamashda chiroyli. Nimishqa? Chunki Dilona har bir to'y qiz uchun kiyimni maxsus laylaydi. Nima kiygan bo'lsam? 15 günlük alemde, 15 günlük alemde. Senin dediğini tatayım o, senin dediğini tatayım o. Bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem, bu yanımdan ben ölsem. Piyalemde çay koyup, devlerini güydürsem. Piyalemde çay bulup, devlerini güydürsem. Abay ne kelgan to'q? Ha. Xuddi bir shoirning bir og'iz gapidek. Ma'lum bir kecha men butun aslimamni ko'ydirib etdim. Shundala orzuyim ro'shanlashdi. Ma'lum bir sahar men butkul o'tmishimni tashlab etdim. Shundala qadamlarim yeniklashdi. Bu she'rni siz mi bildigansizda? Men bu she'rni bilganlar bek oz deb o'ylaydim. Nima ish qilyapsiz bu yerda?
Hechnim qilmadik. Biz imzo qo'ydik bag'a shu. Akila qo'lingnikini. Hechnim yo'q. Akila. Subat. Hey Dilay. Hey Dilay. Maqal. Ya sen Abdulning qo'lyog'iga imzo qo'ydingmi? Yo'q. Bu yer bir ish oldimi nima? Bu normal ahvolga. Ya qanday cho'lpon sen? Qo'ling Nemish tushirma. qo'ysa? Qo'ling tushirib at. Hey, nima ish qilyapsan? Ya sen kim o? Ha, nima ish qilyapsan? Voy, soqchidarsizmi? Ya manga. Ya endi qila gapingni. Bak mushita otatdingizmi? Erik bo'lsa, kang bo'lsa, suda boshisa, toshmaysa, so'ylab bo'lsa, shundoq bo'lsa, hammalar tangulsa. Shadim yo'q men, mashrab yo'q yada, olim yo'q. Allah bugun to'y tezib ketdi juma, ha? Qizni dafkam, ha? Rahmat. Allah rahmat, ko'p rahmat juma sizlarga. Sizlar bu muğamızı qandoq qiladi deyman-da? Sizlar bilan safar qiziq bo'ldik-a? O'rasiz. Sizmi? Bak chaqqonlik qilibsiz-da. Saqchiga ma'lum qilmagan bo'lsangiz, ko'rdi g'ashib ketdik. Ras. Hey. Bo'ldi aka. To'yda naqshini o'qib bo'ldik, vazifamizni ado qildik. Endi biz mangayli. Uy. Nima aslan? Bizning bak muhim ishimiz bor, safarga chiqmasak bo'lmaydi. Ma gap bo'lmaydi juma ukam. Bu yerim kechog'anda safar chiqamsizlar? Bak muhim ishimiz bor. Mangmasak bo'lmaydi. Ya ukam undaq emas. Mana gap. Bugun to'y bak petib ketdi ya. Men bak rozi jinim ukam. Unda bo'lgan kim bor, bugun safar chiqaman demay, bizning uyda qo'nib qolib, atayni chiqmasizlar. Ma'quldan. Ko'nglingiz bizga tegil bo'ldi ya. Ya, ko'ngil degan gap ketmay jinim ukam. Ha? Bugun qo'nmasanglar men rajiba gap. Men bir yuz bering jinim ukam. Undaq qilmanglar. Bugun qo'nib qilinglar, ha? Meningcha qo'nib qolsak yaxshiroq. Yigit o'g'ildek barak qildi. Texch uxlamabsiz-ku. Bu güzel kechada faqat uyqum kelmadi. Sizchi chiqyapsiz-ku? Meningmi shu? Marhaba cho'lpon. Marhaba go'zal qiz. Yulduz qarang. Ne ang yorib turgan. Yo'q, bu. Ha, ko'rdim. O degan cho'lpon yulduzi. Kishilar deydigan cho'lpon yulduzi ma'lum vaqtda bir qaytam paydo bo'lib chaqnab turdi deb. Sizchi nima ish qildi? Chunki u pat chaqnab turishni yaxshi ko'rdigandi. Xuddi sizdekmi? Cho'lpon yulduz paydo bo'lganda butun kecha yorib ketdi. Xuddi siz mening osmonimni yoritayotgandekmi? Ba'zilarning qushqashdillari chikatdi-ku. Hay. Siz qizlarning mushta gaplarni qilib keltiramsiz? Yo'q. Siz bayam dedingiz-ku, cho'lpon yulduz faqat bir tal deb. Ama sizning kechingizni cho'lpon yulduzlar chiqqanda. Osmonimda yulduzlar bek ko'p. Ammo cho'lpon yulduzimga endi uchirganda qilaman. Sal so'roqqa. Yo'q, men bunday demoqchi emasdim. Yo'q, men sen bilmay qoldim. Rahmat. Rizmaydi. Rahmat akamcha. Qaytdik.
Hoş inme. İnim. Gel. Hoş inme, hoş. Hoş. Maqaralab tururum. Yo'lman qanchaqda diqqat qilmanglar jumo. Hamma odam menga o'xshash. Kan qo'saq emas. Xotirjam bo'ling aka. Endi mashinani uzamay deyman. Voy, yaxshimi? Nima ish bo'ldi? Nima? Qaysi xabar? Masal tut telefon qilay, ya. Aka, sal chet to'xtab bagina. Nima ish bo'ldi? Mashin to'xta, masal tut deb biray. Bu shunda ig'irmi? Biri mening to'yda naqsha qo'ygan ko'rinishimni taqib o'tibdi. O ko'rinishlar to'rda xeyli qiziq nuqta bo'lganmish. Mening og'rib qoldi degan bahonamni yolg'onchilik o'zgaribdi. Cho'ng ish yo'q. Bu ishlarni kishilar necha kunga unutib ketadi. Bu ishlar o'tib ketgan bilan, lekin e'lon shirkati bo'ldi qilmaydi. Chunki bu qatimliq kechilikni e'lon shirkati o'ylashtirgan. Agar aytman sahnaga chiqmasam, nurg'un to'lam to'laydiganligi gap. İllallohmi tugishidi. Bo'ldi. Ben bir surishtirib qo'yay, ya. Bu rasmlarni zot kim taqib etganda? Menmi bilmedim. Bu resimde qanday tarqalib ketgandi? Acaba Nima? Hech nima. Bu ish asta ig'irmikan? Shundadek o'xshaydi. Men berib bir surishtirib boqay. Tushundim. Ma'qul, bo'ldi. Qanday bo'ldi? Men atidagi naqshchilikka qatnashmasam, ular meni arz qildik. Bu ish qamlashmabdi. Biz qaytaylik. Sen berib o'yinga qatnash. Bo'ldi. Hamma ish yana burunqideklar. Hamma ish burunqideklar? Ham qilmafkam. Qishingda manba. Sen yuqori suratli tosh yo'lda meni tanlamagandilar. Meni oldiga, shundaqmi? Burun dadammi shundaq meni yaxshi ko'ratdi. Shunga senmi shundaq meni tanlading. Shu ishlarni esingda bor ekan-a. Shu vaqtlarda dadamning mashinasining oldida o'tirishini bekli talishib ketdik. Lekin dadam bizni doim keyinda o'tag'izib qo'yatdi. Shuning bilan ikkimiz o'ng va solda o'tirishni talashatdik. Men shu vaqtlarni bek sig'indim aka. Men mishofkam. Tunugun degan gaplarni qilganman. Sen unutib ketding. Gapim menga aka. Apam tugab ketgandan keyin sen oilamizni jam qilish uchun bek tirishding. Dadam bilan yaqin o'tding. Lekin hech qachon o'zingni o'ylab boqmading. Ikkimizning mijoz xarakteri o'xshash bo'lmagan bilan, lekin mening qilganlarimning hammasi seni xushal qilish uchun aka. Endi nima ish qilamiz? Qaytamdoq.
Birlikte nakşı koyup, birlikte diyansını çalırız. Yana işlerin hepsi burunga o'xshashlar. Lekin men bu qatimliq chataqni xeyli pul xejlab o'ngshaydigan o'xshayman. Seniq. Ben plastinkamni setib, bu ishlarni tangal qilaylik. Senin plastinkanın pulusi maşinning may puliga yetami? Men dedim. To'xta. Sizlar mashinaning keyinda turib tazmon silanglar, endi mashina mayda.您好，你好，请出示您的证件。警官，我怎么了？给您告知一下，您在刚才前方的行驶路段时超速行驶。啊？不会吧？我刚刚都没超80啊！前方的路段限速为60，您的车速为77。根据道交法规定，我们将对您处以记3分、罚款200元的处罚。啊，对不起，警官，我不知道这个路段是这样的，实在不好意思，我下次一定注意。好吧，这次我们以批评教育为主，出门行车时注意及时观察道路标志标线，安全行车，好吧？希望您谨记啊！哎，太好了，谢您的证谢件，，再见。拜拜。Bir yerde bir plastik durdu. Qo'yib boqaylik. Ara ballarım. Maşının defterini izlegemedinmi? Ben bu qitim vasiyet qaldırmadım. Ben başka bir mesele bilen bu lintini avaz kaldırdım. Subat sen bilirsen. Ben üzerinin oylağalarını odunla diyemedim. Aynı vakti sen gelenini köydürüp koyduğun için ben seni kurdum. Sen xeyli uzakça yığıldın. Könlümde abam hayat boğan bolsa beni urmay diye de buyurdum. Belki sen bu işlerini unutup ketkensen. Lekin ben urğallığını unutup kalmadım. Şundan başlayıp sen beni köyge vaktinde abanla esneydiğin buldun. Beni keçirip etkin balam. Murat, sen mi bilirsen balam? Aban gözümden keyin sen mi asla çoğun buldun? İnanғы köyünüp yaxşı baktım. Ben şu vaktin keyin turmuşunun barlık eğri yükünü senin zimmenge atıp koydum balam. Lekin sen mi bir bala küçük dursan benim kıyğınım hakikaten doğru olmadı. Beni keçirip etken oğlum. Bay degендek ben özümün hissiyatımını, köngülümni teşvik ifadelep beremeymen. Biroq sizlarni bilsizlar bolalarım. Men sizlarni pek yaxshi ko'raman. Sabringlar o'ngishli bo'lsin. Qar. Ya to'xtadik-ku. Maymo az qapti. Bundan maqsad manzilimiz yetemezken çünkü. Bunun üstüne sizni apırıp qo'ydigan ish var. Hey, bo'lmasa siz bizlar bilan to'yga boramiz ya. Rasma? Ben bassam bulamda. Agar siz bilan saqlab turmagan bo'lsangiz bassangiz bo'ldi. O demekçi, uyingizdagilar va yoki yigitingiz degandek. Yaqay, meni hech kim saqlamadi. Uning ustiga chiroyli bir qizcha o'zi yolg'iz safarga chiqsimi? Yaxshi emas-da. Tamoq yem yo'q. Qusaq bek asti. Ma'qul. Tamam.
Payda oldu. Neyse. Üstel sılpaka mı? Sılpaka deyip durdu. Sen neymiş kıvatsızlar? Ben baldıra kayıtıp aramalayım. Tek oyunculuk pek geç kirip ketmedi bu. Ya şirketlikler bilen kurşudu kaşın bağımız mı? Nasıl? Emsi, ben kaydı. Hayır. Demisim sal charchab qoldi. Bu qitimliq safar hammamizni bek charchitib o'tdi. Ras. Siz-chu? Men charchadim. Aramalamsiz? Men aramalak. Yo'q. Ikimiz ayılıp gelemdik. Ma'qul? Juranamsa. Qasd qildim. Dildim qasd qildim. Siz inangizni rost yaxshi ko'rgansiz-a? Qanday deysiz? Chunki iliq kun kechda hukumingiz uchun tayoq yeyishdan yonmadingiz. Rostini desam, o gün nima uchun o'yinchilik qilganligimni o'zim bilmayman. Rasman? Ras. Ne bo'ldi? Sizga bir gapimni aytgan. Qulqum sizda. Siz kichik vaqtimdagi orzuyimning nimaligini bilamsiz? Bilma. Ha? Chaqchaqib qo'ydim. Mening kichik vaqtimdagi orzuyim astronom bo'lish. Yulduz kuzatuvchi? Zonliq qilyapsiz? Yo'q. Mening kichik vaqtim nurg'a orzularim bo'ldi. Men tanarkatni bek yaxshi ko'raman. Sonrası benim küçük vaqtimda futbolchi bo'lish arzum bor. Lekin arzu degan yangi arzuda. 10 numurliq hujumchi Murat o'rtaq top kirgizdi. Meni zangli qilyapsiz a? Ha. Yulduz kuzatuvchi astronom. Qarang, astronom deya yulduzlar kuzatmaydi. Chunki osmonda yulduzdan boshqa yana ko'p narsalar bor. Masalan, qora o'nkir deymiz, samoyuli degandek. Yani çolpa yulduz mu bor?
Çolpan yıldızı bugün çıkmaptı. Elbette çıkmaydı da. Siz neymiş kılı? Çünkü o benim yenimde tutsa. Ey, mübarek olsun. Nimaga? Sizlarga baxt tilayman. Dadam bo'lmagan bilan, men bojimi Chaqchaqima. murodingga yetkazma deyman. Tuyuqsiz mendan cho'ngib ketib borsa. Ben yeza to'yga qatnashqani borman. Sen-chi boramsan? Avval dadamning vasiyatini o'rindaylik. Qanday? Obdan. Adam var mı? Adam var mı? Yaxshimisiz? Bu uyda to'y bo'ldi degan tug'a. To'y? Yo'q, qora to'y yo'q, xatoga qapsizlar. Bu aqida erkin uy emasmi? Shu men aqidani absolman. Ha, mushu uyda to'y bo'ldi deb bu uyning adresi bergan. Biz shu bo'yicha kelgan toq. Yo'q, bolalarım, bu qorada to'y yo'q. Xatoga qapsizlar. Biz Erkin Ablatning o'g'illari. Biz bu uyga dadamning vasiyati bo'yicha keldik. Bu uyga to'yga kelish dadamning oxirgi vasiyati edi. Erkin abla? Sizlar Erkin ablatning o'g'illarimi? Ha, biz o'g'illari. Dadam yaqinda ko'z yumdi. Biz dadamning vasiyati bo'yicha bu uyga to'yga qatnashib, musiqa chelib, naqsh o'qib bergilik ekan. Bu xatni dadam sizga berib qo'yishimizni aytgan. Erkin bilan 15 yilni oldin tanishdim. O vaqtlarda u biya kelib to'y manikilarni naqsh aytadi. Ayni yillarda ishimiz birga naqsh aytgan. Lekin u kim? Biz o'chirishib ketdik. Shundan keyin ishimiz qaytdi. O'chirishib baq. Demakchi men dadanglarni qayta izdigim yo'q. Erkinning bolalari shundaqmi? Shundaq. Biz dadamning taklifi bilan qizingizning to'yini qizitqini kelgan. Biroq men dadanglarni to'yish uchun izdimagan. Nima? Men hatto o'zimning naqshchiligida voz kechib, atayam bu ish uchun bu yerga kelgan tursam. Erkinligimizning qizi aqida uchun izdigan. Nima? Qizimiz? To'xtang. Kimning qizi? Erkinligimizning qizi aqida. Mening xetimni qo'liga topshirib olgan qadar o'zining bundoq bir qizining borligini bilmaydi. Biroq men ma'molsiz dadanglarni izlamay bo'lmaydi. Biroq to'xtur. Deganlaringizning hammasi rostmi? Siz bizga sizlarningki ona boshqa yana bir singlingiz bor demoqchimi? Bu zaten bo'lib ketgan. Bu dadamning nimaligini, ha? Aka, bo'ldi. Men qaytib kechiligimni shuni bitaraq qilay, ha? Dadammo bek bizni o'zining bir qiz boqish uchun chaqamidi. Balkim bundan alayda bir sabab bo'lishi mumkin. Uning ustiga bu ayolni deydi-ku, amalsiz qoldim de. Hey, buningda nima sabab bo'lmoqchi-da, ha?
Bu xotin ikkimizning salohiyatini bilgachga dadamni maqsadga izlagan gap. Uningga lozima pul shu. Uqdingmi? Odamni mushundaq ahmoq qilgan bor. O'zingni besib ol. Men qanday bes olman? Sen da baqa men qanday bes olman? Voy, men nereden bilaman o'zingni qanday besib olganligingni ya? O'zingni tutib ol. Ben bugün o ayıplan bültün aldım. Hazır mamuşsam keçiligimga ulgurolmayman. Rastlamağım sen. Yaş bu yer kelganda xeyli ishlarni ko'rdik o'xshaymizdir. Neymiş lan deyse? Bu abjaq mashinaning ochiqchi senda qolib qolsin. Atalmış singlingni ko'gil borasan. Dadam bizga bir yer kelgandan keyin videoluk vasiyatimni ko'rib yitinglar degan. Seningcha u nima-da? O 15 yıl avval men ko'ngilning keyniga kirib bir muncha xatoliklarni sodir qilgandim. Sizlarning bir singlinglar bor. Uni yaxshi qaranglar dema. Ha? U bu ömürde bir meseleге to'g'ri qaragan emas. Doim qochidi. Videoda vasiyat qoldirish intayin oson. U nimishki bizga baldır demaydi, ha? Nimishki baldırroq bizga tushundirmaydi. Bo'ldi. Xo'sh. Tamam. Sende mesuliyet degan narsa bormi yo'qmi? Sen qachongacha mesuliyetni qichib yursan? Sen keçip bakmaganma, ha? Sen mesuliyetden kaçmağının bilen, ama lekin yuşunuluşka intayin ustunman. Sen xuddi yer astidagi chashqonga o'xshaysan. Har kuni o'zingning qorong'u dunyosida turib, menga nafratlansan. Sen nimalarni da'vatsan? Xatoma, ha? Sen ko'zimga qarab turib, menga yordam qilib boqqanmi? Ha? Lekin sen undaq deb boqmading. Sen doim mening ko'zimga ig'ir bir yukni zimmanga ortib olgan odamdek ko'rinasan. Sen mening zimmamdek ig'ir yukli bo'lib qolmay, sen bir ahmoq, sen bir nodon, sen bir shaxsiyatchi. Mening sen bunchilik qilishimning o'zi faqat opam uchun. O seninle apam, şundaqma? Ha? Faqat apam uchun seninglam hasrat chekish huquqing bor, shundaqmi? Necha kun yaxshi o'tib qo'ysak, endi birdilla mening yaxshi akamga aylanib qoldingmi? Ket! Ko'zimdan yo'qol. Ko'zim ko'rgichi bo'lma. Meningmi? Seni ko'rar ko'zim yo'q. Buningdan keyin ash aldamchi oshig'ing bilan baxtli bo'lishingni umid qilaman. Nima? Uning cho'lpon bo'g'isi bo'lsa, kelib menga desin. Ha? Odamning suratini unda o'g'irlikchi tatib taqatmay. Nimalarni da'vatsan? Rayhonni da'vatma. To'ydagi ko'rinishlarni uning do'stlari taqibdi. Rayhon o'tib bermasa, ular surat nereden topidi? Ha? Men texi senimi yaxshi ko'radigan odam borkan deb o'ylabdim. Afsus, xatolashibdim. Nima dedim? Nima? Umoqchimisan? Meni urib, zimmangdagi yukni ig'irlashtiryapman. Siz nimalarni qichiryapsiz? Bunun degan rasma? Sizga qilgan boshqa ish yo'qmi? Sizning astronom bo'lishingizmi yo'qmi? Murat. Og'zingizni yuming. Men sizga ishongandim-ku. Ishonchimni yerda qo'ydingiz.
Sizin degan hikoyalaringizdan ham siyoganma. Siz qanchalik odamning cho'lpa yultisi eding ha? Murat ma işinan. O nəslənmə yolumğan. Mən qəsəm qılayman işinan. Yolg'onchining qasami. Murat Bu qullar qanchalik yigitlarning qo'lini tutgan. Siz yigitlarga shunday yiqilishamsiz. Yigitlarni indak keltirish siz degan ko'ngilli kasb shumi? Sekne çıkılan yerim kaldı. Ben bilmem. Sizler bana açıklamasınlar. Sizlerde hatalık yok. Ben sizlerine toy murasını verin dedim. Belki bağlandın ki sizler sınırlarının varlığını bildinler. Ameliyette bu 15-16 yılının oldudaki işler. Abalar ölüp gidip normal turmuşka yüzünüzge çalışıp baktım. Allah'ta yakıcıtlarda hizmet kılışka doğru gelip kaldı. Bu çağda sizler küçüktanlar. Ben o yerdeki hizmetke. Sizlerin tukallarımı taşlap koyup şu yere bağlandım. Ben o yerde akidenin apsı bilen tanışıp kaldım. Biz toy kıldık. Ve Ürümçi gibi kayıtıp gelişini etsem o koşulmadı. Biz acılaştık. Acırışkı mecbur olduk. 15 yıldan keyin o beni istedi. Eğer ben onun en ahırki ümidi olmagan olsam, o beni herkes istemeydi. Çünkü bizden kızımız sizlerinin sınırla akide ağırıp kaptı. Küçükken kız ustahan rakıya giriptar olup kaptı. Sekne çıkılan 30 gün kaldı. Doktor bebas tutkandaşlığa bağlı tukkallarının jiligi unas gelse kızımızını kutkazılı bulduğallığı neydi? Belki sizler dadam bu işlerin neymiş ki? Muş usul bilen bizge vesayet kaldırdıgan doğu dep mi oylagan sizler? Belki dadam neymiş ki bu işlerin 100 mil oturup bizge demeydi o dep mi oylagan sizler? Közü cumuluş aldıdaki dadanın ağırkı ümidini yerde koymaydı o dep bu vesiyetini kaldırdım. Başkasını bilmesenler mı buludum. Meyli vesiyetimni orundanlar yakı orundamanlar. Şunu sevmenle alsanım ki sizler benim dünyadaki en zor bayrakım. Uruk tukkan mehriden artık mehri muhabbet yok. Her hoş balırım. Aka, qanday qilay deysiz? Vay. Ko'rashganda deb beray.
Sen o görünüşünü derhal yüvet. Sen bu işten akıbetine iyi bop bulanmaysa. Sen bu işten bana kançılık çok ağırçılık yap gelgini bilemse. Şu az gep kılıp yüvet diyen çakkan yüvet. Dostum bolsan yüvet. Bolması biz sottu görüşelim.谢谢王师傅，又麻烦你了。不客气，有事您打电话。谢谢谢谢。好。Kızım, doktorcu kesilon saqayıp ketgandiki ximiyelik tamalish qilmaymiz dedi. Şu vaqtda chashirіңizni chiroyli o'rib ay qilibdiman sizni. Abba bek charchab ketdim, uyqum kelyapti. Uyqungiz kelyaptimi? Kel. Asta kel. Yanayım dep geldiniz. Hadi. Dadam bile arаңлады болғашының әмісінен хабар таптым. Түні гипіңіздің кейіні аңламайлы чикітіп келгенімізіне әп оқылып. Жүрің, үй кірейлі. Үй кіріп бірін шейлі. Oldu. Ben kiyimlerimi bir almıştıralım. Kızım. Akide. Akide. Kızım. Abba. Hadi, so'ng ihrakini saqaytqini bo'ladi.
Men açımsız bakma ansirab ketmayli. Umid var bo'layli.医生，结果是如果要进行全面的调查核实，需要1个多月的时间。不过，我们可以从你身上采样，等打印结果出来看看，因为你们是亲戚，需要几天时间吧？这么短的时间，我们就不用把病人留在医院了。如果你们愿意的话，就回去吧。 Qandarak singlim yaxshi bo'lib qoldingizmi? Men bu yaqin atrofdagi mehmonxonaga o'rlashay. Har qanday bir ish bo'lsa, menga telefon qilinglar. Yo'q balam. Bo'ldi, mehmonxonaga berishning hojati yo'qmish, uyda qo'nib qiling. Ada, mening yangi mehmonxonaga o'rlashganim yaxshiroq. Rahmat balam. Shu uyda qo'nib qiling. Men sizga o'rin raslay.宋医生，我的合适吗？你们先听我说，不能说，只要是所有的亲属关系，基本上都能完全吻合。但是，我们不能放弃希望，继续寻找。可能在内地可以找到，但是这需要很长的时间。Ko'nglingizni yerim qilmang. Bu qitim maskanmisa, kelar qitim qilsa, cho'qim maskil. Umidvor bo'laylik. 宋医生，检查结果出来了。 我们找到皮皮的骨髓了。医生，你说什么？根据初步显示结果，基本完全吻合。是真的吗？真的。Jinim qizim, men degan-ku, siz cho'qim yaxshi bo'lib ketasiz deb. U kimdi? 专先知是谁啊？是一个志愿者。 Suba? Bilemem. Şu gün ben pek şahsiyetçilik kıldım. Belki biz sınırımızdan en ahırkı öğüt yıldızı olup kağa okşayımız. Ama ailemizde kaydı can buluşunun sebepkar oldu.
sizning otingiz. Kallam turib to'xtab qoldi. Siz istim ketganlar. Ben çektirim. Hikmet bolları. Aka yaxshimi? Yaxshimisiz singlim, yaxshi turdingizmi? Bugun akşam kelamsiz? Apam jiq qo'rimlarni qorib, jiq taomlarni ityotidi. Bugun kelmasangiz biz tomoqni yapolmaymiz-chimi? Ha, bo'ldi. Ismat akangizni deb qo'ying, ha, u doim bir yerga chiqib qoladi. Ha, bo'ldi, ma'qul. Hozir telefon. Xudoqdan o'yin qo'yganingizda eng o'zdo'stray bo'lamdi. Ha, bo'ldi, ma'qul, xo'sh. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, o'zingizchi. Bu qiz yana avarchilik uchurga o'xshamamdi. Mashinangiz remontxonada xeyli uzun turibdi-da. Bu qiz yana o'z bilmaydigan yerlarga sayohat chiqqanki, so'rab baqa. Uningga deb qo'ying. Bu qiz bundan keyin o'z bilmaydigan yerga sayohatga chiqmaydi. Bu ishlarning hech qaysi men bilan aloqasizki. Eng yaxshi bu ishlarni o'zinglar bitirib qo'ying. Meningmi joyil odamlar uchun o'zimning vaqtini isrof qilgim yo'q. Cho'lpa yulduzimni nerede chaqlamoqchidim? Cho'lpan yulduzamdi, yiningizni chaqlaydi. Rasma? Bak. İkkalarning ko'zidan o't chaqnab ketibdi-ku. Jirolar, men sizlarga esil bir narsa. Voy, nagman bu? Bag'ringiz. Siz ne yapmadınız abi? Mana, kaldı. Ben ayrıklan biletini qaytırıp ettim. Aqidaning qishiga mush mashinada boramiz. Oy, yana mush mashina bilan boramdi? Bo'lmamda? Ha? Bo'ldi shu. Bo'ldi hamda. Bundara qarab baqansa, endi bir yangi vasiyatlar chiqib qolganda. Mashinani remont qilganlar, mashinaning keyinda qulib so'ragan kichik sandiqda bir deb qoldi. Nima? Hey aka, bu seni aldash nimandan oson deyma. Balıqlar, jiringlar, safarga chiqaylik. Seferlerimi salıp hayatlamam. Her kalbimde izledim hikmetler aya. Hayaksına kadar çıkaydı kimler.